ozgina pul topsak, ota-onamiz bizga qarab bo'lmasin. Bolam nimadirkin demasin. Oq bo'lganingiz shu azizlar, eshitib oling. Shunaqa farzand bo'lsa ichimizda agar pul topib ota-onaga xo'jayin bo'lib qolsa, ota-ona sizni vaqtingizga qarab ish qilsa, sizni kayfiyatingizga qarab ish qilsa ota-onangiz, qani bolam nimadirkin, bolam bilan bir maslahat qilay deb sizni qo'lingizga qarab qolgan bo'lsa, sizni og'zingizga, sizni qosh qovog'ingizga qarab qolgan bo'lsa, ayniqsa ona, eshitib olaylik azizlar, ota-onaga oq bo'lganimiz shu. Oq bo'lib biz. Chunki biz shunaqa muomala qilishimiz kerakki, ota-onamizga ular bizga biz vaqtimizga qarashmasin. Ha, bolam baribir unday demang. Men nima desam xo'p deydi bolam deb turish kerak ota-onamiz. Shunaqa biz ularga itoatda bo'lishimiz kerak, shunaqa ularni oldida biz hokisor bo'lishimiz kerakki, ota-ona o'ylanmasin. Bir ish qilyapti, hech qachon o'ylanmasin, bolam nimadirkin degan o'y sanoq bo'lmasin. Ayting ota-onangizga, otajon, nima qilsangiz, qana hukm chiqarsangiz, siz nimani tanlasangiz